O'n akhir Ramazon muborakka Alloh subhanahu va taolo bir gavhar, bir durri be istiloh qo'yganki, u banomi Shab Qadr aytiladi. 83 yillik ibodatdan ko'ra afzal va behtar deyilgan. Shab Qadrga necha o'yjagilaklari bor. Qur'oni Azimishshonga bayon bo'lganda, birinchisi shudiki, nuzul Qur'oni Azimishshon Shab Qadrga bo'lgan. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Kechaki muborakda Shab Qadrdiki, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nozil qilgan Lavhul Mahfuzdan osmon dunyoga. Va ikkinchisi nuzul farishta. Alloh subhanahu va taoloning farishtalari bergan nozil bo'ladi. Hatto Jibril aminning o'zi bor. Tanazzalul malaikatu var ruh. Hafiz ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilarki, regllarki zaminda o'ziga bor ya daryolarda tagiga bor, shu reglardan ham ko'ra farishtalar Shab Qadrga keladi. Uchinchisi, eng nihoyat muhim va asosiy ishlar, gaflar, tadbirlar shu kechaga faysala bo'ladi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Rizqi bir kishi, hodisotiga inson do'stiga keladi va ayni hol umri bir kishi mavtud dunyodan ketishliklari shu kechaga faysala bo'ladi. Xusho bahol va xohara hamshirabizga, xusho bahol va inog'abizga va otabizgaki, o'rga taqdiri, ajali, umri, rizqi bitilib to'xtasa, o'zginasi ham masjidni kunjiga e'tikofga yo o'yginasiga qo'li ko'tarilgan qadr kechalariga duo qilib to'xtasa. Va 4-masala umidi qabuliyatu duo bor. Oysha Siddiqo onamiz aytdilarki, ya Rasululloh, shu qadr kechasiga agar bir kishi muvofiq bo'lsa, topsa nima duo qilsin deganda, aytdilarki, Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Rabbim, sen afusan, kechirayotgan zotsan, afuni yaxshi ko'rasan va men gunohkor ojizni maaf qilgin. 5-o'jagiligi baxshishi gunohda. Hazrat Rasuli girom aytdilarki, man qama laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kasiki qadr kechasini iymonan va ihtisoban topgidek bo'lsa va ibodat bilan o'tkazgidek bo'lsa, bedorlik bilan ma taqaddama, onchiki ilgari o'tganda gunohlaridan hammasi maaf bo'ladi. Qadr kechasiga 5 o'jagilik bor. Alloh subhanahu va taolo bu xususiyat fanjgona Qur'oni Azimishonga bayon bo'lganda, bizlarda hammamizda holimizga shomil aylantirsin.